Biz hozirda Xitoydamiz. Safiyaning do'koniga kirganmiz, sochiqlarni olgani. Sochiqlarni ko'raverasizlar. Shunaqangi zo'r vibrlar mana shu Safiyada bo'ladi. Keyin Mashada ham bo'ladi. Bu daraxtliklardan ham oldik, yangilik. Bulardan oldin olganmiz. Bular ham chiroyli ekan, olyapmiz. Qo'l sochiq, yuz sochiq, banni, ya'ni hammom sochiq, sauna sochiq hammasidan olamiz. Mana shular ham zo'r ekan. Sochiqlariga shunchaki gap yo'q. Bularni bizdan xudo xolasa O'zbekistondan, ya'ni Andijon shaharxonadagi do'konimizdan xarid qilsanglar bo'ladi. Optimchilar o'zingizlar kelaman desanglar, Xitoyga chiqmaganlar bo'lsa, unaqa Xitoyga olib kelish xizmatimiz ham bor. Mana sauna sochiqlari ham zo'r. Еще 3 komplektda? Нет, 4. Это 4 комплекта, это тоже есть. Mana shular ham zo'r ekan, yangilik. Mana firma juda ham Это zo'r. тоже есть. Это. А вот это тоже есть, да? Aha. Videomizni davom ettiramiz. Qochib. Mana sochiqlari ham mana har xil, mana bu ham zo'r ekan. Bunisi ham zo'r ekan, svetlarni qaranglar. Mana hozirgi olgan sochiqimiz bundan ekan. Mana shu ham zo'r ekan. Bu yoqda pastellari bor. Zo'r sochiqlari bor. Keyin o'zimizda doim hadovoy ketayotgan bu ramashkadan ham olamiz. Shu eng go'shtlilardan shu ramashka bular. Ramashkaning 2 xil sveti bor. Imolar ham zo'r ketyapti. Salfetka, qo'l sochiq hammasidan olamiz. Keyin bunaqa sochiqlardan olamiz. $20 qo'l sochiq, shulardan ham olamiz, har xil ko'rinishda. Salfetkalarning ham turlarini ko'ramiz. Bu yoqda pastellar bor ekan. Мужской новый, девушка. Mhm. Мужской